Tramp Erondan tovon puli talab qildi. Hormuz bo'g'ozida vaziyat keskinlashmoqda. Kolumbiyada 7,4 magnitudali kuchli zilzila sodir bo'ldi. Isroil askarlari G'azoda 13 yoshli qizaloqni boshidan otib o'ldirdi. Rossiyada harbiylar qabrini suratga olgan ayrim fuqarolar hibsga olinmoqda. Tramp Erondan tovon puli talab qildi. Hormuzda vaziyat keskinlashmoqda. AQSh prezidenti Donald Tramp Eronni tovon puli to'lashga majburlash niyatida ekanligini ma'lum qildi. Trampning aytishicha, Vashington Erondan harbiy mojaro davomida halok bo'lgan va og'ir yaralangan amerikaliklar uchun kompensatsiya talab qiladi. U bu masalani Eron bilan bo'ladigan kelajakdagi har qanday muzokaraga kiritishni o'z vakillariga topshirgan. Trampning bu bayonoti Tehronning o'z talablari bilan chiqqanidan keyin yangradi. Eron esa AQShdan aksincha yetkazilgan zararni qoplash, sanksiyalarni bekor qilish va mintaqadagi harbiy bosimni to'xtatishni talab qilmoqda. Tomonlar o'rtasidagi kelishmovchilikning markazida esa Hormuz bo'g'ozi turibdi. Tehron bo'g'ozni to'liq ochish masalasini AQShning qator shartlarini bajarishi bilan bog'lamoqda. Shu tariqa Vashington va Tehron muzokaraga yaqinlashish o'rniga bir-biriga yangi talablar qo'ymoqda. Endi asosiy savol: bu talablar kelishuvga yo'l ochadimi yoki Hormuz atrofidagi keskinlik yanada kuchayadimi? Fikringizni kommentariyalarda yozib qoldiring. Kolumbiyada 7,4 magnitudali kuchli zilzila sodir bo'ldi. Zilzila mamlakatning g'arbiy qismida Choko departamentida qayd etilgan. Uning o'chog'i 107 kilometr chuqurlikda joylashgan. Yer silkinishi Kolumbiya bo'ylab, shuningdek, qo'shni Ekvadorda ham sezilgan. Kuchli tebranishlar sabab ayrim hududlarda aholi xavfsizlik uchun uylar va binolarni tark etgan. Mahalliy hokimiyat ma'lumotiga ko'ra, Choko departamentida jarohatlanganlar bor. Ayrim binolarga jiddiy zarar yetgani ham aytilmoqda. Hozircha qurbonlar yoki vayronagarchilik ko'lami bo'yicha aniq ma'lumot berilmagan. Zilzila o'chog'i Kolumbiya poytaxti Bogotadan qariyb 400 kilometr g'arbda joylashgan. Bu hodisa mintaqada ketma-ket yuz berayotgan kuchli zilzilalar fonida sodir bo'ldi. Avvalroq Venesuelada ham kuchli yer silkinishlari qayd etilgan edi. Kolumbiyada esa hozir qutqaruv va zararlarni aniqlash ishlari davom etmoqda. Isroil askarlari G'azoda 13 yoshli qizaloqni boshidan otib o'ldirdi. 13 yoshli Saba Hashhash 8 avgust kuni G'azo sektorining janubidagi Xon Yunis shahri yaqinida boshidan o'q jarohatini olgan edi. Tibbiy manbalarga ko'ra, qiz shifoxonada davolangan, biroq jarohatlari oqibatida vafot etgan. Bu orada G'azo sektorining turli hududlarida Isroil armiyasi tomonidan artilleriya zarbalari va o'q uzishlar davom etgani haqida xabarlar tarqalmoqda. Guvohlarning aytishicha, Xon Yunisning ayrim hududlari, jumladan Tina ko'chasi atrofi kuchli o'qqa tutilgan. Shuningdek, shaharning janubidagi Qizg'an Ravshan hududlarida ham tanklardan o'q uzilgani aytilmoqda. G'azo shahri sohillari yaqinida esa Isroil harbiy dengiz kuchlariga tegishli qayiqlardan o'q uzilgani haqida xabar berilmoqda. Bu ma'lumotlar o't ochishni to'xtatish kelishuviga qaramay, hududda zo'ravonlik davom etayotgani haqidagi xabarlar fonida yangramoqda. G'azodagi vaziyat va tinch aholi xavfsizligi masalasi esa xalqaro hamjamiyat diqqat markazida qolmoqda. Rossiyada harbiylar qabrini suratga olgan ayrim fuqarolar hibsga olinmoqda. Mediazona ma'lumotiga ko'ra, xavfsizlik kuchlari ayrim hududlarda bunday odamlarni qo'lga olib, kamera qarshisida uzr so'rashga majbur qilgan. Yaroslavda bir kishiga esa rossiyalik harbiylar qabrlarini muntazam suratga olib, bu materiallarni Ukraina maxsus xizmatlariga yuborgan degan ayblov bilan davlatga xiyonat bo'yicha ish ochilgan. Nashrning ta'kidlashicha, qabr suratlari firibgarlar tomonidan ham qo'llanilishi mumkin. Shu sabab Mediazona ko'ngillilarni yangi xabarlarni suratga olib yubormaslikka chaqirmoqda. Rossiyada urushga oid oddiy suratlar ham jiddiy huquqiy oqibatlarga olib kelishi mumkinligi haqida ogohlantirilmoqda. Xalqaro maydondagi eng muhim va ishonchli yangiliklarni birinchilardan bo'lib kuzatib borish uchun kanalimizga obuna bo'ling. Videoga like bosing va mavzu bo'yicha fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Xayr, salomat bo'ling.